Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sadaqacı Roza Washington'da sözleyimiz. Bugünkü sılağa 2021 yıl 3. ayının 8. günü. Bugün 8. günü hanım kızla bayramı. Ben Amerika Qo'shma Shtatlar bu devletning hanım kızlarına bayram münasebeti bilen tebriklayman. Dünyanın her qaysı joylarida yaşayotgan Uyg'urlarni ve vatandagi Uyg'uristondagi Uyg'urlar bilan birga o'sib birga cho'ng bo'lgan qozoq qarindoshlarning ayol xonimlarini, ya'ni xonim qizlarini, Uyg'ur xonim qizlarni bayram münasebeti bilan tebriklayman hurmatli vatandaş. Hozir 1-sepda xizmat qilayotgan Zumrat Davud, Tursunay Ziyovuddin, Sayragul, Gulzipa yoki Gulzihra Avvalqon. Mushu ismni toza tutolmay qoldim. Kechiringlar vatandoshlar, kechiring xonim. Gulbahor Xotipoji, Qalbinur Sidiq, Mehrigul Tursun, qatorliq Uyg'ur va qozoq xalqining xonim qizlarining 1-sepda kurash qilib qo'lga keltirgan natijalarini ularning bugun 8 mart ayollar bayrami münasebeti bilan tebriklayman vatandaşlar. Uyg'urning xonim qizlari sizlarga Allah madadkor. Ondan qolsa Uyg'urning xonim qizlari, qozoq qarindoshlarning xonim qizlari bugun sizlarga G'arb dunyosi Amerika Qo'shma Shtatlari yordam qo'lini so'zdi, madad berishga boshladi. Sizlar herkes yetim emas, sizlar herkes g'arib emas. Uyg'urning xonim qizlari bayraminglar bilan tabriklar. Endi sizlarga vatandoshlarım bugun yetkazadigan leksiyamiz, ya'ni so'zlaydigan leksiyamiz vaziyat to'g'risida, leksiyadan burun so'zlaydigan vaziyat to'g'risida so'zimiz. Diqqat qiling vatandosh. Bunda bir qiziqarliq ish bor bugun, chunki vaziyatni tuyuqsiz qiziqarliq bir ish yuz beryapti. Bu vaziyatni G'arb dunyosi yoki Amerika Qo'shma Shtatlari emas, Jungo Kompartiyasi, uning odamlari, uning ziyolilari, ya'ni donishmandlari, aqldimolları Reis Xi Jinpingning shular paydo qilyapti. Men bu vaziyatga biroz hayron qoldim. Nima uchun shunday deb savol qo'ydim? Mana anglab turing vatandosh. Oxirida gap qilamiz. Jin Sharong 3. ayning 8 kuni Jungo qudratli davlatga aylanadi. Jungo Amerikadan olqib ketadi. Amerika o'zining o'rnidan uzil kesal ayrilib qoldi. Xi Jinping bundoq jakarladi. 2021 yil Jungo yili bo'ladi. China 247. 3. ayning 6 kuni YouTube. Jin Sharong, ya'ni shu Jin Sharong 3. ayning 8 kuni Amerika Jungo bilan do'st bo'lolmaydi. Joe Biden, Prezident Joe Biden qo'rqyapti. Butun dunyo hayratda qoldi va cho'chib ketdi. Undash Xi Jinping mundaq jakarladi. Amerika yengildi. İki undash belgisi. 3. ayning 1 kuni YouTube. China 247. Jin Sharong 3. ayning 8 kuni Jungo Amerikani jazolaydi. Agar Amerika hujum qiladigan bo'lsa, butun dunyo qo'shilmaydi. Jungo Amerikani jazolaydi. Agar Amerika Jungoga hujum qiladigan bo'lsa, butun dunyo qo'shilmaydi. Yo'q, butun dunyo qo'shilmaydi, to'g'ri. Xi Jinping mundaq jakarladi.
2021 yıl Cungo Amerikadan ötüp ketadigan bir yıl boludu. 2021 yıl 2 ayının 28. günü YouTube 247 China Jinsharong Cungo harbiy kuchi portlash xarakterlik taraqqiy qildi. O'xshash bir vaqtda 3 dona avomat yalaydi. 2 ayının 25. günü YouTube Jinyinen 3 ayının 8. günü Cungo 2021 yılı yetip geldi. Amerika emas. Barlıq taraflardan, keçiringlar, Amerika emdi. Barlıq taraflardan Cungo'ga uttirib qo'ydi. Cungo dünyada birinci o'ringa o'tdi. Seni tabriklaymiz. Xi Jinping ve Cungo xalqi sizlarni tabriklaymiz. 2021 yıl 3 ayının 2. günü China 247 YouTube Jinyinen 2 yığın aralığında zor vaka çıkdı. Öpügerler ittifakının reisi қолға ilindi. Öpügerler diyen koca koylarda bir tahtay sandıkçılık götürülüp soda kaladıqallar deydi. Öpügerler ittifakının reisi қолға ilindi. 6 milyon işçi iş taşlaydı. Azer tayyorlik qilib o'tadi, yetilib o'tadi. 2021 yıl 3 ayının 7. günü YouTube 3 ayının 8. günü Merkel Germaniyanın veziri Merkel Cungo'ga agahlandırış verdi. Germaniya harbiy parxodlari hücum qildi. Ündeş Cungo Merkel bu niyetten yenişi gerek dedi. Xi Jinping mındaqça qarladı. Bütün dünya ve Cungo qarab turib o'tdi. 3 ayının 6. günü YouTube China 247 xabarla 3 ayının 8. günü helila Cungo'nun amli ahvali kishini cho'chitdi. Krizisga patdi. Xi Jinping to'sib qololmadi. Qiziq nuqtalar. 3 ayının 8. günü YouTube. Bugungi xabar. Helila Cungo iqtisodi 2021 yili gumron bo'ldi. Xi Jinping bostirishga buyruq tushirdi. Lekin Hanjin cho'chib ketdi. 3 ayının 6. günü bugungi xabar YouTube. Bunun da bana qarağa diqqat qiling vatandaş. Yelila kelgan xabar deydi. Buni tarqatgan bugungi xabar degan torbiti. Cungo iqtisodi 2021 yili gumron bo'ldi. Mush yil ichida gumron bo'ldi. Xi Jinping bostirishga buyruq tushirdi. Demak, iqtisod shu darajaga keldi. Agar rost bo'lsa, iqtisod shu darajaga keldi. Endi mamlakat ichida bostirishni yo'l qo'yish. Xi Jinping bostirishga buyruq tushadi. Bunun uchun Li Keqiang bilan vazir Hanjin muavvezir cho'chib ketdi deydi vatandaş. Men boshda hozir birla 2 xil ism bilan keldik. Biri Jinsharong. Bu Rais Xi Jinpingning aqldamoni. Ziyoli. Bu Beijing Universitetining professori, shunday deyman. Beijing Universitetining professori. İkincisi Jinyinen degan adam, bu adam general ekan. General darajalik adam ekan, harbiy unvoni. Shunga qaraganda Jinsharong va Jinyinen deganlar bular aka-uka bo'lishi mumkin. Bu yerda mening hayron qolganim vatandoshim nima gapdan? Amerika yengildi. Cungo 2021 yili Amerikaning o'rniga o'tdi. Amerika'nın xalqaradagi o'rni uzil kesel ayrıldı, o'rnidan ayrıldı. Amerika'nın iqtisodini 2021 yil Cungo bosib o'tdi. Mana shu arning qo'yilishiga qarang vatandosh. Hozirgi dunyoda ikki davlat deyli.
Biz aldığımızdaki yıllarda görüp geldik Amerika-Jungo münasebetining qandaq bo'lib kelayotganligini ko'rib keldik. Muşunda ahval aslida ikki davlat yana diplomatik munosabat darajasida turayotganda shu munosabat bor, diplomatik munosabat buzilmadi-ku. Shu darajasi shu turayotganda sen Xi Jinpingga aqldaman bo'lgan yoki maslahatchi bo'lgan bir odam, bir ziyoli o'tirg'i chiqib Amerika tugashdi. Jungo Amerikaning o'rniga o'tdi. Amerika ufturib qo'ydi va ufturib qo'ydi. 2021-yili bu Jungo yili bo'ladi. Ya'ni buning ma'nosi Jungo dunyoga hukmronlik qiladi. Jungo dunyoga zo'migarlik qiladi. Jungo dunyoga xo'jayin bo'ldi. Shundaqmi ziyoli apandilar? Biz bu yerda endi Amerikaning o'rni tugidi, Jungo Amerikaning o'rniga o'tdi degan bu gaplarga burun o'z ko'z qarashimizni qo'yib keldik vatandoshlar. Bugun endi o'zimizni tutib olaylik, chunki bu ikki cho'ng davlatning ishi. Amerikaning o'rni tuvallidimi rost Jungolik aytgandek, Jungoliklar rostla Amerikaning o'rniga ko'tarilamdi. Biz bu to'g'rida bir narsa demaymiz, lekin shu narsani esinglarga solib qo'yaylikki, vatandosh, nima masala desangiz, birinchi betda biz dedik, China 247'de 2001-yil, 21-yil Jungo Amerikadan o'tib ketadigan bir yil bo'ladi. Bu 2021-yil 2-oyning 28-kun YouTube'da Jin Sharung so'zlagan ekan, men buni anglab baqdim vatandoshim. Bunu anlap baksam, konu gaplarni takrorlagandan boshqa Jin Sharungning yangi gapi nima ekan desangiz, Jungoning 5000 yillik tarixi bor. Ondan bununla Jin Sharung yani 300 yılını koşup 5300 yıl depti. Amerika'nın 200 yıllık tarihi var depti. Ameliyatı Amerika'nın devlet kuruş tarihi hazır 244 yıl yoki 244 yıl oldu değil. Jin Sharung 5300 yılını popuza kılıvatıdı. Amerika'nın devlet kuruş tarihini 244 yıl devatıdı. Ben bularını tahlil qilmay, Jin Sharung apandi, Jiyinan apandilar. Uyg'ur xalqining bir maqol tamsili var. Shuning o'lali javob beray, Uyg'ur xalqi sizlarga javob bergan bo'lsin. Uyg'ur xalqi nima deydi? Avval chiqqan quloqdan, keyin chiqqan minguz yomon. Sizlarning 5000 yillik sizlarning 5000 yillik Ondan keyin Jin Sharung aytgandek ana 300'ni qo'shib 5300 yillik tarixinglar bo'lsa, sizlar quloq hisoblansanglar 200 yillik davlat qurish tarixi va Amerika quloqdan keyin chiqqan minguz bo'lib qoladi. Mening yana oxir vatandoshlarga deydiganim, hayronman. Endi buni oxirda vaqt qarab tahlil qilamiz vatandoshlar. Bular nemiga aldirab qoldi? Dunyo xo'jayin bo'lishmi? Va yoki mamlakatning ichidagi voqealar bular bu kompartiyani, davlat rahbarlarining, uning ziyolilarini aldirtib qo'ydi bu. Bu chataq mana tahlil qildigan nuqta mana shu hurmatli vatandosh.